Işık goya parlap turgan bir yulduz ki insanların gözleriga nur ve roşanlik bağışlaydı. O çaqnab turgan bir göher ki odamlik tacıga zinnet ve kımmet bağışlaydı. O tolup çıkan quyoshdur ki miskin dillarning chikan zorlarini gulshanga aylantirdi. O nur chechib turgan oydur ki qarang'u ko'ngillar zulmatini ro'shanlashtirdi. O payansız bir dengizdir ki her bir to'lqini yuzlab aql ho'sh kemisini cho'ktirdi. O kuchlikcha qilgan chaqmoqdir ki ko'pligan jon va ko'ngillarni ko'ydirib kul qiladi. O g'azablik podshohdir ki olam ahlini o'ltirmakni maqsad qiladi. Alisher Navoiy hikmatlaridan